Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 9-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda mutasarrif fe'lning sahih va mu'taldan iborat ikkiga bo'linadiganligi va sahih fe'lningki salim, mahmuz, mudoafdan iborat 3 qismga bo'linadiganligi, mu'tal fe'lningki misol, ajvaf, naqis, lafdan iborat 4 qismga bo'linadiganligi haqida so'zladik va bu har bir fe'lningki turinish qoidasi bilan tanishib chiqdik. Endi biz bugun yangi bir mazmun o'qiymiz. Mutasarrif fe'l mazmuniga tava bo'lgan yangi bir mazmun o'qiymiz. U bo'lsa-mu lozim fe'l va mutaaddi fe'l. Bismillahirrohmanirrohim. Bu mutasarrif fe'lning 3-qatimliq taqsimoti, 3-qatimliq bo'linishi. At-taqsimu ath-thalith lil-fi'l. Fe'lning 3-taqsimoti. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bu taqsimotda mutasarrif fe'lning mutaaddi va lozim deb ikkiga ayriladiganligi haqida so'zlaymiz. Mutaaddi fe'l degan nima, lozim fe'l degan nima deganda, oldin biz buni oddiy qisqacha qilib tushungan vaqtimizda mutaaddi fe'l deganimiz bir jumlaga kirgan vaqtida bu jumlaningki ma'nosi to'liq bo'lish uchun fa'il va maf'ulga ehtiyojli bo'ladigan fe'l. Ya'ni jumladagi butun ma'noni to'liq qilishda, jumlaning ma'nosini to'liq qilishda fa'ilga va maf'ulga ehtiyojli bo'ladigan fe'lni biz nima deymiz? Mutaaddi fe'l deymiz. Masalan, fataha yoki kataba yazdi desam, bu bir so'z. Endi buni jumla qilsam, kataba Muhammadun, Muhammad yazdi, nimani yazdi? Bu yerda men fa'ilni keldim, jumlaning ma'nosi to'liq bo'lmaydi. Toki maf'ulun bihni ekanligichlik ma'nosi qanday bo'lmaydi, to'liq bo'lmaydi. Demak, mana shunday maf'ulun bihga ehtiyojli bo'ladigan fe'lni biz nima deymiz? Mutaaddi deymiz. Shuning uchun kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad darsni yozdi degandan keyin bu jumla ma'nosini bo'ldi, to'liq bo'ladi. Lozim fe'l degancha desa, dal mushuning aksi. Ya'ni u jumladagi butun mazmunni to'liq qilishda maf'ulga ehtiyojli qolmaydi. Ya'ni fa'ildan fa'illansa ma'nosi to'liq bo'ladigan fe'l. Masalan, nama uxladi degan bu fe'l lozim fe'l. Bu maf'ulga ehtiyojli qolmaydi. Masalan, nama tiflu. Bola uxladi, ma'no to'liq bo'ldi. Bolaning, demak, bola uxladi desak, bu jumlada ma'no qanday bo'ldi? To'liq bo'ldi. Maf'ulun bih qanomiga ehtiyoj tushmadi. Masalan, zahaba Muhammad, Muhammad ketdi. Safara Muhammad safar qildi. Demak, nama zahaba safara degan bu lozim fe'l. Chunki bu ma'nosini to'liq ifodalashda nimaga ehtiyoj qolmaydi? Maf'ulun bihga ehtiyojli bo'lmaydi. Endi buning yana bir ayirib oladigan tarafi qaysi deganda, lozim fe'lga uning maf'ul bo'ladigan domirni qo'shqili olmaydi. Masalan, zahabahu degulamdi, uningga bor demoqchi bo'lsak, uningga safar qildi demoqchi bo'lsak, safarahu degulamdi, yo'q. Namahu deb hudumini qo'shqilamdi, yo'q. Ammo mutaaddi fe'lga bu zamirlik o'rnidagi zamirni qanday qilib bo'ldi? Qo'shqili bo'ldi. Masalan, darabahu uni urdi. Fatahahu uni ochdi. Katabahu uni yozdi. Mana bu bir farq. Unda bo'lsa biz darsimizga kelsak, al-mutaaddi va lazim. Mutaaddi va lazim. Yanqasimu al-fi'lu bi'atibari ma'nahu ila mutaaddi va lazim. Fe'l ma'no e'tibori bo'yicha mutaaddi, ya'ni o'timlik va lazim va o'timsiz deb ikkiga bo'linadi. Al-fi'lul mutaaddi. Mutaaddi fe'l deganimiz al-fi'lul mutaaddi huwa ma yata'adda atharuhu fa'ilahu va yatajawazahu ila maf'ulun bih. Mutaaddi fe'l deganimiz uning ta'siri fa'ildan o'tab va yatajawazahu va o'tgan u fa'ildan maf'ulun bih. Fa'ildan ma yata'adda degan o'tadigan gap, uning ta'siri fa'ildan o'tab va o'tdi u fa'ildan nimaga maf'ulun bih. Uning ta'siri fa'ildan maf'ulun bih qanaqligini o'tgan. Masalan, fataha tariqun al-andalusa. Tariq Andalusni fath qildi desam, fataha fath qildi, tariq sen nimani fath qildi? Qayshan jumlaning ma'nosi to'liq emas. Fataha tariqun al-andalusa. Andalusni qanday qildi? Fath qildi degandan keyin buning ma'nosi qanday bo'ldi? To'liq bo'ladi.
وهو يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه. O onu qiladigan fa'ilga va uning ustiga tushadigan maf'ulun bihga ehtiyojli bo'ladi. Va alamatuhu uning alomati ay yaqbalaha ad-damir allati ta'udu ila maf'ulun bih. Uning alomati maf'ulun bihga qaytadigan ha domirasini qabul qilish. Men bayat degandek mutaaddi fi'l maf'ulun bihga qaytadigan, ya'ni maf'ulun bih bo'ladigan zivarlik o'rindagi ha domirini qabul qiladi. Masalan, ijtihada at-talibu فأكرمه أستاذه. O'quvchi tirishdi, an hurmatladi uni. Demak, akrama hu degan bu yerda hu domini bo'ldi. Bu zivarlik o'rinda bu nimaga qaytadi? Maf'ulun bihga qaytadi. İjtihada degandagi fe'lning fa'ili qaytadi, ammo akrama degan fe'lga nisbatan nima bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ladi. Demak, maf'ulun bih bo'ladigan ha domir buni qanday qila oladi? Qo'shila oladi. Uni uning ustozi hurmatladi deganga o'xshagan. Lazim fe'l degancha bo'lsa, lazim fe'l deganimiz wal fi'lul lazim huwa ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa la yatajawazuhu. Fi'l lazim deganimiz uning ta'siri fa'ildan fa'ilga o'tadigan va uningdan qanday qilmaydigan, o'tib ketmaydigan. Huwa ma yata'adda yoki huwa ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu. Uning ta'siri fa'ildan o'tib ketmaydigan. Ya'ni fa'ilda to'xtab qoladigan va la tajavuz uningdan qanday qilmaydi, o'tib ketmaydigan. Ya'ni maf'ul bih kamisimucho bo'ladigan fe'lni biz deymiz lozim fe'l deymiz. Va la tajawazuhu va la yatajawazuhu ila maf'ul bih. Ya'ni maf'ul bih qanday qilmaydigan, o'tmaydigan. Bal yabqa fi nafsi fa'ilihi. Balki fa'ilning o'zida qolib qoladigan. Masalan, zahaba Sa'id. Sa'id ketdi. Demak, bu jumla to'liq qoldi. Maf'ul bih qanday qilmadi? O'tmadi. وهو يحتاج إلى الفاعل. O fa'ilga ehtiyojli bo'ladi va la yahtaju ila maf'ul bih. Maf'ul bih qanday bo'lmaydi? Ehtiyojli bo'lmaydi. Mana bu mutaaddi va lozim fe'lning tafsiloti. Endi biz buni ixchamlasak, fe'l ma'no e'tibori 3 qism bo'ladi. Birinchisi mutaaddi fe'l. Mutaaddi fe'l deganimiz fi'lun yatajawaza min al-fa'il ila maf'ul bih. Fa'ildan maf'ul bih o'tgan fe'l. Masalan, fataha tariqul andalusa deganga o'xshagan, uning alomati maf'ul bih qaytadigan domirni qabul qilish. Ikkinchisi lozim fe'l. Lozim fe'l deganimiz u fa'ildan maf'ul bih qanday qilmaydigan, o'tmaydigan fe'l. Masalan, safara Xolidun, nama tiflu, zahaba Muhammadun deganga o'xshagan. Endi biz mutaaddi fe'lni fa'ildan maf'ul bih o'tadigan fe'l deb tushundik. Bu fe'llarning ba'zisi bir dona maf'ulga o'tish bilan kifoya qilsa, yana ba'zisi 2 dona maf'ulga o'tadigan, yana ba'zisi 3 dona maf'ulga o'tadigan fe'llar va asli bu mazmunlar grammatik darsligimizda tafsili so'zildi. Biz buni qisqacha tushunib o'tib ketamiz. Al-mutaaddi thalathatu aqsam. Mutaaddi fe'l 3 qism bo'ladi. Birinchisi al-mutaaddi ila maf'ulun bih wahid. Bir maf'ulun bih qo'yadigan mutaaddi fe'l. Masalan, buni aytib ko'p. Masalan, kataba, akhadha, akrama deganlar hammasi bir maf'ul qo'yadi. Ya'ni bir maf'ul bilan kifoyalanadi. Ikkinchisi 2 maf'ul qo'yadigan fe'l. 2 maf'ul qo'yadigan fe'l degan bu 2 qism bo'ladi. Hada ala qismayn, bu 2 qism bo'ladi. Masalan, qismun yansibu maf'ulayn asluhuma mubtada va xabar. Asli mubtada va xabarini zivar qiladigan qism o qaysi af'alul qulub va af'alut tahwil. Masalan, al-mudarrisu hadirun desak, bu jumlada al-mudarris mubtada, hadirun chu xabar bo'ladi. Masalan, af'al qulubdan zanantul mudarrisa hadiran desam, aslidagi mubtada birinchi maf'ul, hadiran chu ikkinchi maf'ul bo'ladi. Demak, aslidagi mubtada xabarni ikkalasi qanday qiladi? Maf'ul qiladi. Bu af'alul qulub va af'alut tahwil babida kelgan fe'llar, mushu 2 maf'ul bo'ladigan fe'llar. Bu af'alul qulub, af'alut tahwil fe'llarining tafsilotini biz grammatik darsligimizda so'zlaymiz. İkinci qismi asli mubtada bo'lmagan 2 maf'ulni zivar qiladigan fe'llar va uchinchisi 3 maf'ul qo'yadigan fe'l. O qaysi deganda ara, a'lama, anba'a, nabba'a, akhbara, khabbara, haddatha. Mana bu fe'llar qancha maf'ulga? 3 maf'ul qo'yadi. Bunun tafsilotlarini biz grammatik darsimizda tafsili tunishimiz. Endi biz
Lazım fe'l degan maf'ulun bihga o'tmaydi ekan. Endi u maf'ulun bihga o'tkazmoqchi bo'lsaqchi, ya'ni uni mutaaddi qilib maf'ulun bihni ifodalamoqchi bo'lsaqchi, masalan, zahaba Muhammad dedik. Muhammad ketdi dedik. Safara Muhammad dedik. Muhammad safar qildi dedik. Jumla to'liq bo'ldi. Lekin biz maf'ulun bihga o'tkazib, uningki nega ketganligini, nega safar qilganligini ifodalamoqchi bo'lsaqchi deganda cho'qim lozim fe'lni mutaaddi qilmoqchi bo'lsak, ya'ni maf'ulun bih o'tkazmoqchi bo'lsak, buningga bir vasita bo'lishi kerak. Birinchi qilib qanday bo'lishi kerak? Vasita, harfi jardan iborat bir vasita bo'lishi kerak. Masalan, zahaba Muhammad ila suq deb ilodan bir suq kelishi kerak. Bu birinchi xil usuli. Ikkinchi xil usulchi fa'ala babiga o'zgartimiz. Fa'ala babiga o'zgarsak bo'ladi. Uchinchi xil usuli af'ala babiga o'zgarsak bo'ladi. Endi biz bundan ixchamlab o'tsak, masalan, yasirul fi'lul lazim mutaaddiyan bi ahadi thalathati ashya'. Fi'l lazim 3 narsaning biri bilan mutaaddi bo'ladi degani, ya'ni maf'ulun bih qanday qiladi? O'tadi deydi. Lazim fe'l 3 narsaning biri bilan. 3 xil ishning biri bilan uni mutaaddi qiladi. Masalan, birinchi binaqlihi ila babi af'ala. Uni af'ala babiga yetkazadi. Masalan, zahaba ketdi. Bu lazim fe'l. Azhaba desanchi, ketkizyapti degan bo'ladi. Bu vaqtda mutaaddi bo'ladi. Ya'ni o'timlik fe'l bo'ladi. Masalan, akramtul mujtahida. Hurmatladim. Akrama af'ala babiga kelsak, akrama nima bo'ldi? O'timlik fe'l bo'ldi. Akramtul mujtahida deymiz. Bu vaqtda af'ala babiga kelgan vaqtda bunga harfi jar vasita talab qilinmaydi. U ayrim bir yo'l. Akramtul mujtahid tirshog'ini hurmatladim. İkincisi fa'ala babiga kelish orqali mutaaddi qiladi. Masalan, azzamtul ulama, ulamolarni ulug'ladim. Azuma ulug' bo'ldi degan gap lozim. Azumal ulama desak, ulamolar ulug' bo'ldi degan gap. Azzamtu desamchi, ulug'ladim degan gap. Bu vaqtda mutaaddi vaqtda maf'ulni kelmasak, bu jumla kam ko'p qoldi. Masalan, azzamtu desam, ulug'ladim desam, nimani ulug'ladingiz? Azzamtul ulama, ulamolarni ulug'ladim. Üçüncü xil usuli harfi jarning vasitasi bilan qanday qilamiz? Mutaaddi qilamiz. Ya'ni maf'ulga o'tkazamiz. Masalan, zahabtu bik desakmichi, zahabtu bik desak, siz nima ketkizyaptim degan bo'ladi. Ketkizyaptim degan bo'ladi. Bu vaqtda bu ba harfi jarning sababi bilan mutaaddi bo'ldi deymiz. Endi ondan boshqasi zahabtu ila so bozorga bordim, shunday bu harfi jarning sababi bilan maf'ulun bih o'tdi. Endi mushunda harfi jarninki vasitasi bilan mutaaddi bo'lgan vaqtda, harfi jarning vasitasi bilan mutaaddi bo'lgan vaqtda uni maf'ulun bih deb ataladi. Uni maf'ulun bihsi g'ayri sarih deb ataladi. Biz buni grammatik mazmunida so'zlaymiz. Deydi: "Iza ta'adda al-fi'lu al-lazim ila maf'ul biwasitati harfi al-jar yusamma maf'uluhu g'ayri sarih." Agar fi'l lazim harfi jarning vasitasi bilan maf'ulga o'tsa, uning maf'uli g'ayri sarih, ya'ni maf'ulun bih g'ayri sarih deb ataladi. Masalan, mana degan gap. Zahabtu ila suq desam, zahaba fi'l tu fa'il. Ila suq chu maf'ulun bih bo'ldi. Bu qanday maf'ulun bih? Maf'ulun bih g'ayri sarih. Darabtu Muhammadan desam, daraba fi'l tu fa'il. Muhammadan chu maf'ulun bih sarih bo'ldi. Bu yerdagi ya'ni mutaaddi fi'lning aslida mutaaddi fi'lning maf'uli bilan harfi jarning vasitasi bilan maf'ulga o'tgan maf'ulningki farqi shu. Ya'ni harfi jarning vasitasi bilan maf'ul o'tgan bo'lsa, uni maf'ulun bih g'ayri sarih bo'ladi. Harfi jarning vasitasiz mutaaddi fi'l bilan maf'ulun bih o'tgan bo'lsa, buningki maf'ulun bih sarih bo'ladi. Unda o'sha vaqtlar bugungi lozim va mutaaddi fi'lningki tafsiloti mushayyaglashdi. Buni oxirgi kuni berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. Birinchisi استخرج الفعل المتعدي واللازم من الجمل التالية. Tuandagi jumladan mutaaddi va lozim fi'lni chiqaring deydi. Masalan, asafatir rihu. Asafa degan qanday fi'l? Mutaaddimi lozimmi? Mutaaddi bo'lsa mutaaddi asli qo'yib, to'g'ri belgisi qo'yamiz, lozim bo'lsa lozimning asli qo'yamiz. Buni qanday ayiramiz? Buning qoidasiga qaytamiz. Ya'ni qoidasi bo'yicha maf'ulun bih ehtiyojliq bo'lsa uni mutaaddi deymiz va uni ehtiyojliq bo'lmasa uni nima deymiz? Lozim deymiz. Shu bo'yicha buni ayiraysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi ayyin naw'al af'al mutaaddiya fi ma ya'ti. Tuandagi mutaaddi fe'llarning turini bayon qiling. Ya'ni mutaaddi hammasi mutaaddi fe'l tuanda berilgandan u bir maf'ul o'tadigan maf'ulun bih mutaaddimi, ikki maf'ul o'tadigan, uch maf'ul o'tadigan buni ayiraysizlar.
Bunun tafsiloti masalan biz uch marta o'qitilgan fe'llar qaysi deb buni grammatika kitoblarni so'zlaymiz dedik. Shunda olsa men bu yerda ba'zi bir qalb fe'llarini ondan boshqa uch marta o'qitilgan fe'llarni berdim. Biz buni durust lug'atda va ko'pincha qanday qilgan o'qigan. Unda bo'lsa o'qitishlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.